Gellari shu ko'rinishda ishlatmang. Qo'lingizga ko'p zarar keltiradi, ham yaxshi yuvmaydi. Foydali ham juda ham toza qiladigan zo'r usulni o'rgataman. Har kuni ishlatadigan gelingiz ustiga 2 osh qoshiq chayniy soda, 2 osh qoshiq tuz va 2 osh qoshiq uksus solib, ustiga 1 bokal suv solib, yaxshilab aralashtiramiz. Uni o'zingizga qulay bo'lgan idishlarga solib qo'yasiz. Bu gel bilan har xil yog'larni, ham idishlarni, ham yuvganingizda top-toza qilib qo'yadi. Oshqozonlaringiz va ichaklaringizga ham bezarar. Bu yo'l bilan sizlarga ancha vaqtga yetadi. Idishlarni chayayotganingiz o'zida ham shunday sezasiz, top-toza bo'lganini. Ovozlaridan mana qaranglar, shunday bilinib turibdi. Hamma chayib olib, endi bu yoqda kir bo'lib qolgan sochuvlarimni tog'or ichiga soldim-da, ustidan akvamarinni qo'yib, qaynoq suv soldim. Bir pasda mana kirini qaranglar. Top-toza bo'ldi sochuvlarim bir pasda.